Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga foydali bo'lgan bir ma'lumot, ya'ni Ucell ishlatadigan mijozlar uchun megabayt oldin olib tugab qolsa, может 1 yo 2 kun yoki 3-4 kunga megabayt kerak bo'lsa, uni sotib olmasdan arzonroq narxda olishimiz mumkin. Buning uchun biz Play Marketga kirib, alchiroq deb yozamiz va uni skachat qilib olamiz. Bu yerda mana alchiroq light debdi. Mana uni skachat qilib olamiz. Topingni yoqib qo'yamiz. Endi bu to'g'ri, endi katta megabaytlar bermaydi, ya'ni 600, 700, 800 va arzon narxda, ya'ni 500 so'm yoki 700 so'm va 1000 so'mlarga olishimiz mumkin. Mana ochib oldik. Va endi bu yerda nomerimizni kirgizamiz. O'zbek tilini bosib. Endi to'g'risi nomerimni oshkor qilish niyatim yo'q. Shuning uchun bu yerni kesib tashlashim mumkin. Bosib turib ishlarni davom ettirish. Bu yerda SMS keladi. Mana SMS ham keldi. SMSni yozib olamiz. Va mana bu yerda turibdi. Kunlik bonus olish. Bepul, chunki men bunga ulanganman. Ulamagan bo'lsangiz ulashingiz mumkin oddiy. Va mana 200 megabayt oldik. Ikkinchisi 700 so'm, lekin pulimiz yetmasa kerak. Adashmasam ikkinchisiga. Mayli, xullas premium bor, premiumda lekin ko'proq megabayt berishi mumkin. Ya'ni eng kamida 400 dan boshlab boshqa. Xullas shu yerdan olishingiz mumkin. Ya'ni 1 gigani siz 10 ming yo 15 ming pul sarflamasdan shunda oddiy olishingiz mumkin. Sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa like bosing va podpiska tugmasini bosib qo'ying. Bundan ham foydaliroq video chiqarishga harakat qilamiz. Keyingi videomizni kutib qoling. Keyingi videomiz Ucell kompaniyasida bunda ham arzonroq va ko'proq megabayt olish bo'ladi.